Ehtiyot bo'ling. Mana bu tezlikka ishonib, 60 dan ortiq tezlik bilan harakatlansangiz, sizni jiddiy muammolar kutib turibdi. Mana bu sariq tablichka siz avtobanda emasligingizni isbotlab beruvchi ishoradir. Bundan tashqari, sariq chiqish yo'lagi yana bir misol. Bu sariq yo'llarda tezlik 60. Agar 80 da yurib radarga tushsangiz, 240 yevro jarima va 1 oyga haydovchilik guvohnomangizdan mahrum etishadi. Afsuski, navigator ham ba'zida aldab tezlikni 80 ko'rsatadi, lekin siz bunga aldanib qolmang. Juda ko'p sheriklarimiz mana shu 20 dan ortiq tezlik bilan harakatlanib, 1 oyga haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishdi. Shundoq ekan do'stlar, ogohlik davr talabi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Allohga omonatsiz.